Dada ishkal bo'ladi o'zi. Nimaga bobomni telefonni sindirib qo'ydi? Bolam bilmasdan sildirib qo'ydim, nima badaniga la'natdi. Hozir bobomga aytaman. Ha, to'xta. O'qlagan narsangni oberaman, faqat bobomga aytma. Aniq olib berasizmi? Ha, aniq oberaman. Nima qilamiz endi bolam? Hozir to'xtang unaqada. Bobom qo'lyapti ekan. Uyg'onmasdan oldin telefonni tez yangilab kelmasangiz, bilasiz zahvat kuchi. Ha, bilaman. Ketib bo'lib kelamiz. Yuring, ishonchni olamiz. Ha, bo'ldi. Xush kelibsizlar amaki. Bolam bizga eng arzon telefoningdan qilib. Eng arzoni deyapsizmi dada? Telefonim qani meni? Bo'ldi. Eng qimmatidan qilib adashdim, eng qimmatidan. Yo'q, amaki, hech qaysi telefonimiz qimmat emas. Sirdaryodagi ishonch filialimizda hamma telefonlar narxini tushirib tashlaganmiz. Arzon narxlarda, mana misol uchun iPhone 16 Pro'imizning oylik to'lovi 1.602.000 so'mdan chiqadi. Samsung S25 Ultra telefonimizning oylik to'lov narxi attiga 1.434.000 dan chiqadi. Undan tashqari Honor X9 telefonimizning oylik to'lov narxi attiga 444.000 so'm. Yanachi? Va ushbu Galaxy A17 telefonlarimizning oylik to'lov narxi 226.000 so'mdan chiqadi. Sizga yana qanaqa telefon qilib beray, amaki? Redmi'ni qora ranglisidan qilib ber bolam. Rahmat. Yaxshi ham uyg'onmabdilar. 3 gacha sanayman, telefonni ko'rsatasiz, bo'ptimi? Hop. 1, 2, 3. Syurpriz! Tada! Ya, buni ham ekrani sinibdi-ku. Oldu o'rama. Billy's on my big stepper, underground methods, top notch hoes, get them